Daryolar uzoq oqar, qayerga yetishini aytmas. Faqat inson qalbi so'rayverar yana va yana. Nima topish uchun bu yo'ldan yuraman? Havoga tarqalgan nafas, shamol bosh daladan o'tadi. Hech narsa qoldirmaydi, ortiga qayrilib qaramaydi. Bulutlar osmon kezadi, hech qayerda to'xtab. Erkak va ayolni sevgisidagi farqni aytib bering. Ular nimasi bilan farqlanadi? Agar to'g'ri bo'lsa bitta like sizlardan boshlaysiz. Kelishiga qaranglar. Erkak kishining sevgisi shundayki, u sahroda suv qidirayotgan odamga o'xshaydi. Suv topib, chanqoq qongandan keyin yo'lida davom etadi. Endi unga suv unchalik ham muhim emas. Chanqog'i qondi, nafs to'ydi ketadi, endi yo'lida davom etadi. Ayol kishi o'sha sahroda soya qidirayotgan odamga o'xshaydi. Endi bir soya topib, uni tagiga kirib olgandan keyin chiqqisi kelmaydi, tashqarisiga bo'ladi. O'sha soyani tagida endi u xotirjam, maza qilib yashash holi edi. Chiqqisi kelmaydi tashqariga. Bu ayol kishining sevgisi. Hayotga taqqoslaydigan bo'lsa, erkak kishi ham bir qizni, bir ayolni yaxshi ko'radi-da, unga yetib olgungacha harakat qiladi. Seni yaxshi ko'raman, o'ldim, kuydim. Yetib olgandan keyin, nafs qongandan keyin nima bo'ladi? Unchalik ham e'tibor qilmaydi. Ayol kishi er uchun jonini berib yuboradi, umrini berib yuboradi, hamma narsasini berib yuboradi. To'g'rimi? Arziydimi? Ko'p narsaga ega bo'lish dunyoni keng qilmaydi. Hech narsa bo'lmaganda esa osmon ko'rinadi. Tog' ham menman, daryo ham menman, oqayotgan nafas ham menman. Bu keng olam ichida men vaqtincha kelgan shamolman. Shamol bo'lib, Eng yuqori etajga chiqqanmiz. tuproq bo'lib. Ichinglarda ba'zilaringlarni Alloh yaxshi ko'rsa, boshinglarga imtihon beradi dedilar. Ko'zinglarga yosh beradi, musibat beradi, sinov beradi dedilar. O'sha bandasi bilan Xudo joynamozda yolg'iz qolishini, uni to'yib yig'lab Allohga muhabbat izhor qilishini yaxshi ko'radiki, o'sha bandani boshida imtihon turadi dedilar. Shuning uchun ey ayollar, qaysi biringlarni bugun ko'zingizda yosh, qaysi biringlarni bugun duoinglarga sabab bo'ladigan imtihoninglar bor bo'lsa, Alloh sizlarni sevibdi. Alloh sizlarni yaxshi ko'ribdi. Alloh sizlarni huzuriga, dargohiga chaqiribdi. Keling bandam, yolg'iz qolib bir-birimizga roz izhor qilamiz debdi. Buning uchun Allohga hamd bo'lsin va mana shu imtihonning oxiri baxayr bo'lsin, xayrli bo'lsin deb so'raymiz inshaalloh.